Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlar bilan tromboflebit haqida gaplashmoqchiman. Tromboflebit o'zi nima? Vena qon tomirlarining devorlarining yallig'lanishi oqibatida qon tomir devorlariga qon laxtalarining kelib yopishishi natijasida tomir tiqilib qolish kasalligi hisoblanadi. Tromboflebit asosan ikki xil bo'ladi. Yuzda va chuqur venalarda kuzatiladi. Yuza vena tomirlarida, teri osti venalarida uchrasa, bunda tomir yo'nalishi bo'ylab qizarish, tomirlarda qattiqlik, og'riq kuzatiladi. Yani chuqur venalarda bo'lsa, butun oyoq bo'ylab shish, qizarish, oyoqlarda og'irlik, harakatga qiynalish holatlari kuzatilishi mumkin. Ko'pchilik oyog'i og'risa yoki oyog'ida qizarishlar paydo bo'lsa, oddiy charchoq yoki o'sha nagruzkadan kelib chiqdi deb o'ylab, o'zlaricha mahalliy davolashga harakat qilib ko'rishadi, vanna qilishadi yoki yog' surtib issiqqa tutishadi. Bu juda ham noto'g'ri. Buni albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu charchoq emas, bu tromboflebit bo'lishi mumkin. Bunda tomir devorlari yallig'lanib, tromb tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Oqibati yomon holatlarga keltirib chiqarishi mumkin. Tromb agar ko'chsa, bu yurakka borib, og'ir holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, tromboflebit nimalardan kelib chiqadi? Asosan qon tomirlarining devorini o'zgarishi, qonni yopishqoqligining o'zgarishi va qon tomir devorlarini yallig'lanishi, qonni ivish vaqtining tezlashishi hamda qon harakatining sekinlashishi. 3 ta sababdan birontasi kelib chiqsa, albatta tromboflebit yuzaga keladi. Tromb hosil bo'ladi oyoq tomirlarida. Eng ko'p uchraydigan aqalari varikozda, masalan, varikoz kengaygan qon tomirlari bo'lsa, bu yerda ham qon aylanishi sekinlashadi. Buni oqibatida tromb hosil bo'lishi mumkin. Yoki tomir devorlari yallig'lanib flebit yuzaga kelgan bo'lsa ham, tomir devorlariga kelib qon laxtalari yopishishi oqibatida qon aylanishiga xalaqit berib, tromb hosil bo'lishi mumkin. Ko'proq tik oyoqda turib ishlaydigan odamlarda ham kuzatilishi mumkin. Noqulay ob-havo sharoitida, sovuq joyda ko'p ishlaydigan odamlarda kuzatilishi mumkin. Shuningdek, oyoqda travma olganda tomir yallig'lanishi, travma hisobiga kelib chiqqan tomir devorlarining butunligini buzilishi oqibatida ham yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, homiladorlarda ham ko'p uchraydi bu holat. Qon tomirlari nagruzkada ishlagani uchun tomir devorlari kengayib ketadi. Oqibatda varikoz tomirlar kengayishi kuchayib ketadi. Bu esa tromboz hosil bo'lishini omillarni kuchaytirib yuborishi mumkin. Hosil bo'lgan trombni ko'chishiga, shuningdek, yurak qon tomirlari kasalliklari ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'proq ritm buzilishi bilan yuzaga keladigan kasalliklar, aritmiyasi bor yoki bradikardiyasi bor bemorlarda ham tez-tez tromb ko'chish holatlari yuzaga kelib turadi. Shuningdek, ba'zi bemorlarda mutlaqo sababsiz ham kelib chiqishi mumkin. Demak, tromboflebit belgilari sizda borligini sezdingiz. Uy sharoitida davolasa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Yo'q, albatta, uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Tromboflebit holatlari kuzatilsa, zudlik bilan mutaxassisga murojaat qilishingizni tavsiya qilardim. Teri osti tromboflebitlarida ko'tariluvchi tromboz ham deyiladi. Ko'tariluvchi trombozda bunda o'sha konservativ davo lecheniyadan boshlangandan keyin asosan agar tromboz taqim ostida joylashgan yoki boldir sohalarida joylashgan bo'lsa, bunda lecheniya qilsak effekt berishi mumkin. Agar suriladigan bo'lsa, tepaga qarab yurib ketayotgan bo'lsa, bunda zudlik bilan operatsiya amaliyotini amalga oshirish kerak bo'ladi. Agar chuqur venalar trombozi bo'lsa, bemorlarga qat'iy yotoq rejimi tavsiya qilinadi va qon ivish vaqtini kamaytiruvchi antikoagulyantlar, trombni erituvchi, qon suyultiruvchi, qon realagi holatni yaxshilovchi, qon tomir devorlarini mustahkamlovchi muolajalar amalga oshiriladi. Tromboflebit bu oddiy venalar yallig'lanishi deb qarash kerak emas. Tromboflebit bu o'lim xavfini kuchaytiruvchi omil sifatida jiddiyroq qarashingizni so'rardim. Tromboflebit bo'yicha muolajalarni klinikamizda ham yo'lga qo'yganmiz. Agar klinik belgilari kimdadir kuzatilsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qabulimga yozilib, maslahat olishingiz mumkin. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Agar sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin. Unga ham javob videolar chiqarishga inshaalloh harakat qilamiz. Doimo sog' salomat bo'ling, oyog'ingiz hech qachon og'rimasin.